Nurmat Imomov yana sizlar bilan assalomu alaykum. Endi esa e'tiborlaringizga maktab o'quvchilariga bag'ishlanib yozilgan hazil tariqasidagi she'rimni havola etaman. O'tdi yozgi ta'til ham, olding 3 oy rosa dam, tayyorlanib turib o'tam, sentyabr kelyapti. Kezding tinmay ko'cha ko'y, yurding yayrab to'yma to'y, kerakni hozirlab qo'y, sentyabr kelyapti. Ota onang so'zin ol, yurmagin aftoda hol, o'zingni tartibga sol, sentyabr kelyapti. Tozalikni yetsin, yuvun kirlaring ketsin, ko'rganlar havas etsin, sentyabr kelyapti. Olib qo'ydingmi qani daftar, kitob, so'mkani, maktab kutmoqda sani, sentyabr kelyapti. Nurmat Imomov, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani.